Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Xudo xolasa mana keyingi ishlarimizni ham bitkazib bo'ldik. Ikkita eshik qilganmiz. Bittasi 2 qanot, bittasi 1 qanot. Bu eshigimiz oshxonaga kira olish joyi ekan. Shunaqa fason tanlangan, xudo xolasa. Eshiklarimiz, zamonlarimiz magnit mexanizm. Ustidan osha polni rezinkada. Daborli. Chashpalarini ishlari bor ekan, aboydan keyin qilib beramiz. Xudo xolasa ochilib yopilishlari qora tonirovkali aynalarda, fonni germetida. Bu ishimizni 3,5 million so'mga qilib berganmiz. Hamma yo'g'i ichida. Ko'rib baho berasizlar. Bu yer oshxona bo'ladi ekan. Bu eshigimiz bor. Bunisini 2 million so'mga qilib berganmiz. Общий 5 million so'm bo'lgan. 5,5 million so'm bo'lgan. Akril 2/1 laklari pomni. Tillar sepib xudo xolasa. Eshiklarimiz hammasi daborli. Pomni rezinkada eshiklarimiz. Manzilimiz Andijon viloyatida. O'zbekiston viloyat dastavka o'rnatib berish xizmatlarimiz ham bor. Xudo xolasa kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qoldirib qo'yamiz. Aloqaga chiqa olasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.